Oy, Lojo, texçi uxlamapsizg'o. Poli komandir g'ayib bo'lgan tursa, ko'zimga uyqu kelama. Ha? Rahib sizga demadimi? Bu soltek bağan sıra haddidan aşkıl turdi. Men işten burun, men unaga alaydı tapılap, komisarga dep qo'y degan edim. Esidan chiqib qolgan o'xshaydi. U kelsa rosa bir tanqidlimisan bo'lmabdi. Lojo, men degan ishni unutib qolsa qandoq bo'ladi, ha? Siyosiy komisarni nazariga epmi qo'ymaganni? Quruq gapni az qiling. Navadingiz? Boshqa yerga bormadim. Tog' bag'rini bo'ylab aylanib keldim. Yeni yalg'on so'zlayapsiz. Qo'g'dash kadri Jozimin bilan ikkimiz tog' atrofini qizib etdik. Beklardingizda ishib ketdingiz. Burun cho'ng qism bilan harakat qilganda ustingizda sizni tizginlab turadigan brigada komandiri bilan diviziya komandiri batdi. Hadingizni unchug'la aşamaytınız, lekin hozircha qismlar tarqaqlashuvdi. O'zingiz bek o'zingiz xon bo'lib oldingiz. Qarang, sizni gapimni texi deb bo'lmadim. Men-chi taqqa chiqib paylarimni bo'shtib qolsam, ustalarim o'zimdan emasdeklar. Shuning bilan o'zi uchun shahar kirib qopdik. Biz degan sahroliq bo'g'achqa shahar kirgandan keyin qaysi tarafga menishni bilmay gangirab qoldik. Men soat taqmagandan keyin vaqtning necha bo'lganligini bilmabdiman. Shunga kech qoldik. Bu ishni butunlay mendilla ko'gili bo'lmaydi. Tanqidlashga to'g'ri kelsa sizni tanqidlasak bo'ladi. Ishingiz nimada tarsizning? Qo'lingizga rim saytini bizga berib tursangiz, biz bu 4 kun taqab baqsaq bo'lmamdi. Sizcho, Rasulullah, bek qiyin odam kelsiz. Sen tazdigichi, men tazdi yo'lay degandek, meni de atamsiz. Bo'ldilar, siz bilan talishib o'ltag'im yo'q. Asalni yevasi aman tetiydi deb, men bu gapni sizga necha qitim degandim-a? Ha? O'zimga ishchim og'riyotdi. Sizga oxir qitim deb qo'yay. Yo'ldosh polik komandiri, siz o'z oldingizga harakat qilmay, har vaqt qismimiz bilan birga turishingiz lozim. Bu degan tashkil intizomni ko'zga ilmaganlik. Bo'ldi, uka, devaman, ha? Menda ko'yindigan akam bo'lamdi. To'q Kavpi axan, sizning nasibingizga og'ich keldik. Bu narsangizni nerap biroq, bu narsa bilan og'zimni tuvaqlay demoqchimi? Lekin deydigani yana deyman. Xudoim, bundan keyin bir yer boradigan bo'lsam, avval 400 chaqirim yiroqlikdagi diviziya shtabiga berib, diviziya komandiridan ruxsat so'ray. Endi o bo'lganda yaxshi ishni qilmoq taskan. Yemisingiz bo'pti. Sizga bagim yo'q. To'xtang. To'qni qo'ying. Etigendan kechgacha dakki-dukida yurdim. Shunga menga ma'naviy to'lam berishingiz kerak. Ma'vo gapingiz qamlashdi. Lojo, ozroq ichib qo'yamdiq, ha? Rayib. Qo'yningdagi aroqda ekamay tursan-ku, 2 botok aroq, qo'l tegmaga to'q kapidan birini tiqib olganligini ko'rib qoldim. Hammasi o'zing yolg'iz yeydiganmisan? U soxta Rayib. Yalg'iz yeyishga haddimmi? Leyulungning suratini tatib oldinglarmi? O, nihoyatda oddiy odam ekan. Shundoq emasmi? Nihoyatda oddiy. Dehqonga o'xshaydi ekan. Jungoning har qanday yesidan bundoq odamni har qachon uchratqili bo'ladi. Meni bak umidsizlantirdi. Yamamoto, Germaniyada o'rgangan alayda jang texnikangiz bilan bundoq bir dehqonga taqobil turishnimi aplashtirib qilolmaganligingizni his qilmadingizmi? General, mendan norozi ekanligingizni bilaman. Shundoq, Liyunlong bilan Chuyinfey fursatparastlik qildi. Chatoq bo'g'ini Jozimin bilan aloqalashdig'ini Hirata edi. Uning o'limi mening xizmatimni to'xtatishga majbur qildi. Men Jozimin bilan bo'lgan aloqani darhol asli keltirishga muhtoj. Mening maqsadim hargiz sizni ayblash emas. Bu qatim siz menga Liyulungning suratini ko'rsatdingiz. Uni o'z ko'zim bilan ko'rganligim nihoyatda yaxshi ish bo'ldi. Yamamoto, mening Liyulung degan
bu odamga bo'lgan bahoyimni anladınız mı? General, kulağım sizde. Mening yadımga Saraybodagi erqi qatil kep qoldi. O ancha pishib yetilmagan oddiyla bir serip bo'lib, odatda hech kim uni ko'zga ilibmi qo'ymaydi ekan. Lekin u kunlarning birida alohida bir so'rinda to'yuqsizla o'tirg'i chiqib naiti cho'ng ma'lumotchilik paydo qilib, shuning bilan butun dunyoni jang patqiga paturibdi. Demakchi bo'g'inim, dehqon sifat Lenin degan bu odam ana shunday xildagi odamlardan. Uning texmi cho'ng ish tavritalmasligidagi sabab u texi onda alohida so'rinlarda o'tirg'i chiqmaganligida. General, uni ujuqtirib o'tadigan chorini topdim. Bu qitim u endi qochib qutlanmasligi mumkin. Yamamoto, sizmi balkim his qilgansiz, ha? Butun birinchi korpusdagi ofitserlar ichida faqat sizdinla umidimni o'zganim yo'q. Lekin buningdan keyin so'zingiz bilan emas, samuraylarning qilichi bilan g'oyingizdagi go'zal planlarni ishga oshirishingizni umid qilaman. Mening bu umidimni cho'qim oqlashingiz kerak. Hop! Hey, ne iş kılıyorsun? Alvastalarını ahmak kılıyorsun deb o'ylab o'tamsan? Ha? Süpürüp bo'lgan deyki, küpni to'shqizib et. Küpni birilib to'shqizib bo'lgan. Men Jan onaning uyidagi küpni to'shqizib et deb o'taman. Uyigizning küpini men to'shqizsam, men askar bo'lmagan bo'lsam, u suv ishlatmaydi ekanda? Ha? Yen kelgan turib, nemundaq yiping tulat sening? Ha? İlgisi yardımlaşıp Sotoş'u 8. armiyanın konu kaydisi. Rahip, 8. armiya kıtlıqının 4 gün bolğan turib, maň tanbih bägidek bolup ketdiňmi? Sen qançylyk nimetan? Naýaty menden bir neç gün burun kelgen turib, nimeňe noçylyk kılsa, ha? Nimandaq jiddan hornymysan? Senden bir gün burun kelgen bolsam, konu askeri hesaplaman. Konu askerinin gibi degan buyruk. Bunu bilemsen, bilmezsen? Bilmeyme, qanday qila alaýdyň? Men yapın qarıştırıp alvaslarını yo'qotgili seni dep emas. Lipuni komandirim deb kelgan. Nimaga tanbih bersa? Tayoq sig'ib qolgan o'xshamabsan? Takalishyotsizna? Nima? Bo'z ketadiganmisan? Nocho'san chilaqini. Ey, sening bir necha kun gumpa mashq qilganingni bilaman. Elishib baqing ba o'xshamamdi. Akan qarag'ay tayyor. Qanday qilish emas? Sen misholim ibodat qilgan suygulitim ishini qilgan aytgansan-ku. Jiqvos bir necha kun suv to'chib o'ti yog'an bo'g'aytan tayyorlaq. Oldimda nochilik qilib ketganni soltatni. Hey? Nima? İbadetxonadan chiqqanlarning hammasi qaltis jambaz deb qolma. Tutsak tutishdoq. Yaxshiroq. Putoman xili mag'dur ekan. Putum qara. Urushayveringlar. To'xtab qoldinglar-ku. Bo'la komandiri, ikkimiz urushib o'ynab o'tamiz. Buyonpon degan bu haramzodning putquli xeli yomon emas ekan. Ha.
Polik komandiri, bu yalg'aray faqat qandoshmagan nima ekan? Kelgan tunji kunimla meni bozgitiman deb aytdi. Sen bu bozak bo'g'icha ursang bo'lmamdi, unaga o'zingni tunitib qo'y. Agar shunchalik ishmi qo'lingdan kelmay, tayoq yegan bo'lsang, xo'p bo'pti. Polik komandiri, uni ursam intizom qilib bo'lmaydiganligini o'zingiz dedingizmi? To'g'ri. Men shundoq dedim, ha? Polikchilarni ursang bo'lmaydi, lekin uni ursang intizom xiloflik qildi demayman. Ikkinglar davomli ursanglar bo'ladi. Bo'ldi, men tasdiq qildim. Uni yaralantirib qo'yishimda qo'rqmamsiz? Kimning kuchi yetmay yaralansa, o'zining sho'ri. Xo'p. Kim yaralansa o'zining sho'ri. Ag'ina, bir ajoyin tepib, sinish baqamdoq. Qo'lim ko'ksimda. Polik komandiri, xush xabar. Alvastlar chekinibdi. Chekinmasa hayron qolsaq bo'ladi. Shundoq bo'ladiganligini burilib bilgandim. Polik komandiri, ko'nglingizni sanba ekan, ha? Burilib xabar topganmidingiz-ya? Yo'q. Xabar bor degandimi, avval biladiganini yana siz. Texi, boya oldi tarafdagilar avatgan dokladni topshirib oldim. Biz bilan tirkishayotgan podshoh armiyasining 3-polki tunigan kechda butunlay chekinibdi. Sababi aniq emas ekan. 2-bataliondagilar oldi tarafga 10 chaqirim surilib, bizmi oz-ozdan yo'qdan-yo'q deb yo'l yo'riq so'rayotdi. Bo'ladi. 20 kilometr ilgarilasin mayli. Polkimiz tog' bag'riga joylashganligimizdek foydali yer shakldan foydalanib, har qaysi taraf tutishilgan mudofaani kuchaytirdik. İlgirlisak hücum qila olamiz, chekinsak mudofaa ko'ra olamiz. Ikki qanotning bexatarligidan qilchi ansirmay, yostiqni egiz qo'yib, bihrama uxlasaqmi bo'ladi. Sharq tarafimiz Liyullon qismining bazasi. G'arb taraf yangi 2-polkdagi Ko'ngjening partizanlik rayoni. O ikkisi ikki qanotimizning bexatarligiga kafolatlik qila oladi. Polik komandiri, men hozirgi vaziyatdan sal ansirab qolyapman. Ansiravyapman? 8-armiyadan ansiravyapsiz-ku deyman. Shundoq. Bo'libmi Liyullondan. O nahaytı qul odam. Yapon bosqinchilariga qarshi turishdan burun Ko'mindan armiyasi bilan 10 yil jang qilgan. Ikki tarafning o'ch adovati intayin cho'nqur. Bundaq o'ch adovatni Yapon bosqinchilariga birlikda qarshi turaylik degan shuar bilan tugatgili bo'lmaydi. Lija bazirki to'polonda Liyullon yordam berdim degan bilan amaliyotda to'polondan to'g'ach o'g'irladi. Chambojin qismining qurol-yarog'larining hammasi uning qo'liga tushib ketdi. Qaytirib bergili unimidi. Axborotlardan ma'lum bo'lishicha, o mush qurol-yaroqlar bilan askar qabul qilib, bir batalyon askariy kuchini ko'paytiribdi. Bu odamdan ehtiyot qilmasak bo'lmaydi. Deganlaringiz to'g'ri. 我们和共产党之间早晚都要兵戎相见，这是绝对无法避免的。但现在的问题是，还不是时候。我们和共产党的军队产生的任何摩擦，都会导致中国国防力量的损失。这是日本人最希望看到的。我们必须要保持清醒的头脑。我要重申一点，就是民族的利益高于意识形态，国家的利益高于一切。这点我同意。可是，把我团两翼的安全寄托在八路身上，这是否有些不妥呀？对八路军，你不应该敬而远之，
你应该主动的靠上去，去接近他们，熟悉他们，得出自己的判断。一旦得到判断，就要相信自己的判断。共产党不是洪水猛兽，他们和我们一样，也是一群有着信仰的爱国者。所不同的是，他们的信仰是我们所不能容忍的。这是两种文化之争，永远不可调和。但我们和共产党也有共同的观点，这就是我们都坚持民族独立，国家主权不容侵犯这一原则。所以 Şoňa men ulaq işinimen. Bizning ikki qanatimiz mutlaq bexatar. Pol komandiri, deganlaringiz o'rinliq bo'ldi. Meni qoyil qildingiz. Lekin birinchi batalyonning qurollarini bo'ldilar. Li Yulongning odamgarchilik qarzini qaytarganimizga hisob bo'lsin. Ish qilib bu qurollarmi Yapon bosqinchilari qarshi urushga ishlatilgandan keyin Li Yulongning yanida tursa, o'limi yaxshiroq bo'ladi. Ularning kuni tas. Açlıq, o'q-dorilarning hammasini o'zi hal qiladi. Harbiy ishlar ma'muriyatining ularning o'liktirigi bilan kari yo'q. Ularım asan emas. Shunda qilmoqdan boshqa amal yo'q o'xshaydi. Ikkinchi urush rayonining ofitserlarini boshqarish bo'limiga jang ahvolidan doklad yozganda ziyonni ko'proq ma'lum qilsamlar ish bitadi. Pol komandiri, men oldi tarafga bir qarab boqay. Bering. Ular qattiq chekilang. Yangi bazada mudofaa aktivlarini kuchaysin, chaqqan bo'lsin. Xo'p. Aras, pol komandiri. Dushmanlarning bu qatimqi yuzini tozalash harakatidan nimishqa voz kechganligini tehdit etmedingizmi? Sababini aytdi oddiy. Chunki bu qatimqi tozalash harakatiga qatnashgan Yapon qo'rchoq ofitserlarning hammasi ujuqtirib etildi. Hammasi o'libdimi? Buni kim qilgandi? Li Yulong bilan ikkimiz. Doklat polik komandiri, 3-nji jywatka askari Yojunha yuşurup posturuwatydy. Yol yo'q bagesiz. Aniq kögüli bolamdy ekan. Çatak yo'q. Kendi eğitim postlarının aniq kögüli boldy ekan. Yoshuran postkilar o'rnalarini doim almashtiramizlar. Her kuni almashtiramiz. Javob siyosiy komissari o'rnlashtirdi. Postlar postga chiqishdan burun konkret o'rni bilmaydi. Bexassalik qilishga bo'lmaydi. Yoshuran post butun bo'lib bexatarligining eng oxirgi umidi. Mas'uliyat zo'r. Tushundingmi? Tushundim. O'rnan qayt. Xo'p. Polik komandiri. Hushyorlikni kuchaytinglar. Hop. Qaysi? Polik komandiri, bu men. Sho'chang, sizmitingiz? Bu yerda nima ish qilyapsiz? Sizni saqlab turgan. İşiniz bormi? Ha. Amsa davring. Siz bilan birga turg'im kelib. Shu ishmidi, nemishkin deb qo'rqib ketibdiman. Tex alvaslar o'g'irlik hujum qilgan o'xshaydi debdiman. Nemish bo'lganligini o'zimmi bilamadim. Sizni bir kun ko'msam, ko'nglim bearam bo'lib, qo'ygan tutqinimni bilmay yurayman. Polik komandiri, sizni qanday qilsam bo'la? Sho'chang, sizga dedim-ku, hozir degan urush vaqti, sizni har qancha yaxshi ko'rdim degandimmi, bu ishni hozircha qo'yib turmsak bo'lmaydi. Nemishqa? Men yaxshi ko'rsangiz, amringizga olsangiz bo'ladi-ku. Nimanda g'araz uqmaydigan siz? Kimni yaxshi ko'rsam, shuni olamdimi?
Masalan, men uy egisi Jon onani yaxshi ko'rsam, uni emrimga olsam bo'lamdi. Jon onamning eri bo'lgandan keyin albatta bo'lmaydi-da, lekin mening yo'q. Meni olsangiz bo'ladi. Shuchang, men masalan da'vatimman. Meningmi Jon onani og'im yo'q. Agar rostilla menga tegishni xohlasangiz saqlab turing. Jang oxirlashgandan keyin sizni cho'qim emrimga olaman. Gapimga. Yo'q. U chaqda sizga ko'zi tushgan ayollar ko'payib, holingiz yo'qmab ketsa, meni yaratmay qolasiz. Voy, siz meni voy degan bilan haq meni yoritamdi. Shundoq bo'ladigan bo'lsa, hozirgacha bo'toq yuramdim. Polik komandiri, yolg'on so'zlayapsiz. Birsini yaxshi ko'rib ekansiz-ku, yana texi mashqingiz bilan xamalliqda so'yishib ekansizlar-ku. Menma? O'zingiz shundoq degan-ku. Qachon shundoq dedim? Yodimga keldi. U chaqda kon sabdoshlarim oldida po'yitib shundoq deb qo'ygan. Po'yni rostlab qoldingizmi? Shuchang, gapimizni o'g'irliqcha anglabsiz. Sizni tanqidlash kerak. Men o'g'irliqcha anglamadim. Qaynon chamin tikib o'tatdim. O'zingiz shundoq dedingiz. Anglamay desam-mu amal bo'lmadi. To'xta! Voy, Jo'kadir, siz kelsiz-ku? Nima deb uyat turding? Ishib turib-o'tatding-ku. Voy, komissar postlarni o'rnini almashtirgandi. Bu shartronlar polik shtabining bexatarligi tamoman muhofazachilarga bog'liq. Xotirjam bo'ling. Bag'in. Polik komandiri, mashqingiz bo'lgan bo'lsa-mu, menga baribir. Hammasi o'tib ketgan ishlar-ku. Hozir ko'nglingizdagi odam bo'lmasa, shu odam men bo'lay. Hargiz sizga eg'rimni solmayman. Xizmatingizga ta'sir yetkazmayman. Sizga putlakasham bo'lmayman. Bir kun ishlab, yerib ketsangiz, putingizni yuyib, tutib, yotqiningizni isitib berma. Shuchang. Shuchang, sizdan o'tinib qolay. Aldirmay so'zlar bo'lamdi. Men sal do'ttirak, toza anqiranmayapman. Xuddi tushundagidek bilinyapti. Sal aldirmayroq so'zlang, ha? Kallamni sal o'ngshi olay. Bir-birlab kelaylik. Boya nim dedingiz? Putingizni tutib qo'yma dedingizmi? Men yo'llang ya bir pomichik bo'lmasam, putimni tutqizib nima qilaman? Pomichiklarga dedeklarga putin tutqizadi. Men degan bir yalan to'shtirib putimni tutqizsam qandoq bo'ladi? Yani siz putingizni yuyib qo'yma dedingiz. Unda qilishimiz hajatsiz. Chunki men odat putimni yuvmayman. Yetib uxlaydigan tursam, putimni yuvib nima qilaman? Yani texi yotqiningizni isitib qo'yma dedingiz. Bu gapingiz teximi qamlashmadi. Er kishi turib xotin kishi isitqa yotqinga kirsam, qandoq bo'ladi? U degan er kishining ishi tursa. Hammasi yotqanni siz menga isitib bersiz. Polik komandiri, qo'shildingizmi? Shuchang, siz tushunmayapsiz. Biz talashayotgan ish yotgan isitish masalasi emas, balki yapon bosqinchilari qarshi urush g'alaba qilgandan keyingi masala. Yo'q, g'alaba qilgandan keyingi masala emas. Bu kallamni ilishtiryaptingiz. Nima deyishimni bilamayapman. Bu oddiy ish-ku. Tushunamagidek nimasi bor? Ish qilib, meni amringizga elishgan urushni g'alaba qilish qilmasligi bilan munosabati yo'q. Urush g'alaba qilmasa to'y qilmamsiz. Menimcha bo'lganda, meni baldiroq amringizga elishingiz kerak. Men sizga o'g'il tug'ib beraman. O'g'limizmi yaponlarni yo'qtidi. Yaponlar yana ketmasa, o'g'limizning o'g'li davomli urushida. Shuchang. Bu kim o? Polik komandiri, bu men, qo'g'dash kadri Jo'zimi. Jo'ziman. Nima deb kelding? Postlarni tekshirib keldim. Voy, Shuchang xilmi bu yer ekanda? Jo'kadir, japa chekdingiz. Postni sen tekshiramding. Bu sening doirangdagi ish emas, qo'dayman. Mundaq ish. Necha kundan buyon davolangach, aramil o'tadi. Siyosiy komissar menga vaqtli ish o'rinlashtirib, polik shtabining muhofazat xizmatiga mas'ul bo'lishni topilgan edi. Mundaq kanda berib aramag'in. Elali postlarni charlab keldim. Hech qanday ish yo'q ekan. Bag'in. Ma'qul. Polik komandiri, Shuchang, sizlar parangni shiviringlar. Men menga ya. Bu Jo'zining yaralangandan keyin mijozi o'zgarib ezim bo'lib qopti. Qandoq odamni ko'rsalar tuzit qilgan bo'lyapti. Xuddi birasi qarzdordek. Burun undaq emasdi.
mijozimi nihoyatda o'sal edi. Yo'ldoshlar bilan osonlik qizdirishib qolatdi. Necha qiz paranglashmayla urushib ketadi. Shu sababdan men uni tanqidlagandim. Polik komandiri, uning gapini qo'yib turib, ikkimizning ishga kelaylik. Ikkimizning? Endi ikkimizning deb ketdingiz-ku. Boshroq gap qiling. Boshqalarning quliqiga yetib qolsa ta'siri yomon bo'ladi. Boyqa ishindayli. Garchi ikkimiz hech chiqmay bu yerda turgan bo'lsak-mu, jo'zining yeyib o'tirgan bo'lsa, haq bizni bir chatqi bor ekan demamdi. Men chatqimiz bo'lmoqchi. Nima chataq? Qorong'uda bir er kishi bilan bir xotin kishi nemishqi birga turdi, ha? Jo'zining polik komandir postlarini tekshiraman deb muhabbatlashib yuribdi deb taqdirlasa, polikdagi askarlar qanday o'ylab qoladi? Bizning komissar shuncha cho'ng ziyoli turib bo'ytaq yurayotgan yerda men Liyulning alayda bo'lib olsam qanday bo'ladi deyman. Karim yo'q. Haq menda istaversin. Haqni quliqiga yetsa teh yaxshi. Shu chog'dalar siz bilan oshkor muhabbatlashalayman. Sho'chang, rostimni desam, menga ko'nglingiz bog'lig'ini bilaman. Bilmayman desam, sizga yolg'on so'zlagan bo'laman. Mening yeshimmi bir yerga bordi. Yurtda bo'lgan bo'lsa, bolamni 10 necha kirib qoladi. Menga o'xshash odamning qaysisi yanada o'zi ko'ynadigan ayolni bo'lishini xohlamaydi. Uning ustiga siz Javjayu kentidagi eng chiroyli qiz tursangiz, haq sizni o'ylashqimi petinamayotgan yerda sizga o'xshash birsini topa olsam, beshim ko'kka yetmamdi. Polik komandiri, sizningcha men rastilla chiroyliqmi? Albatta, xuddi rasmlarda qizlarning o'zi. Ammo men amansiz. Hozir texi vaqti emas. Sizmi bilasiz, hozir urush bo'layotdi emasmi? Erkish turib, o'zingizning ishga o'zingiz ega bo'lamisangiz, men ega bo'la oladigan odamni topay. Ha? Sho'chang, ketmay gapimni anglab boqmamsiz. Komissar, Voy, Sho'chang, keling. O'ltiring. Ha? Qani o'ltiring. bo'ldi, siz o'tiring. Men o'tirsam bo'laverdi. Sho'chang, tatmang. O'zingizni erkin tuting. Xizmat to'g'riliq kelganmidingiz? Qani danga. Qanday yordamimiz kerak? Men xizmat to'g'riliq kelmagan. Men Sho'chang, bugun nima bo'ldingiz? Odatda noyda jonliqdingiz. Bugun bek qo'rinib ketdingiz-ku. Meni yot ko'rmay qanday gapingiz bo'lsa davring, ha? komissar, siz mendan cho'ng bo'lgandan keyin sizni aka desam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Sizdek singlim bo'lsa, mening yuzim yo'riq bo'ladi-da. Javaka. Atanam burilla tugab ketgan. Birla akam bor. 18-armiyada. Yenimda boshqa urug' tuqqanim yo'q. Sizni bir ishimga bosh bo'lib beramikin deb keldim. Bosh bo'lib beram deman. Nima ishdi? Do'doqlamay demamsiz. Davring. Men to'y qiladigan bo'ldim. To'y qildigan bo'ldingizmi? Yaxshi ekan-ku. Yigit kim? Qaysi kentdan? U Lipoli komandiri. Nima? Lipoli komandiri? Liyulingmi? Sho'chang, yana birdan. Rasli Lipoli komandiri. Men uni yaxshi ko'raman, ham rozi. Ikkimiz deyishib bo'ldik. Qamlashmagan ishda bu. Shuncha cho'ng ishni ajab men demabda. Liyulong qaltisqo. Ko'rikni u yoqqa sap qo'yib, bu yoqdan o'tib ketmoqchi bo'lgandan qara, men bilan partizanlik urush qilib o'tibdi-da. Javaka, Poli komandir bilan muhabbatlashganimiz 8-armiyaning intizomiga xilof emas-ku. Ochiqlab ketdingiz-ku. Yo'q, ochiqlamadim. Lipoli komandirning muhabbatlashishi intizom xilof emas. Demakchi bo'g'anim, Lovlining faqat xiyolim kelmagan ishni qilg'ini deyman, ha? Qachondan boshlab aralashyapsizlar? Men ajab
Azroqni sezmabdiman go. Ancha uzun bo'lmadi. O sizni olaman dedimi? Ha, dedi. U texi yurtda bo'lgan bo'lsam, bolammi 10 necha yoshga kirib qoladi deydi. Oldirib ketibdi-da. Nemishqa yaqindan buyon hali u yoqqa, hali bu yoqqa chopadi ekan desam. Aslida qiladiganning hammasini qilib bo'pti ekanda. Leylong, hey Leylong, qoltisikansiz go. Komissar, ikkimizning ishiga qo'shilmaydigan o'xshamansiz. Sho'chan. Xato tushunib qolmang. Lavli to'y qilsa, mening qo'shilmasligimning qarati chog'liq. Demakchi bo'g'inim, u bizdan bu ishni butunlay yo'shiribdi. Hatto meni tinibmi qo'ymabdi. Shundaqmi ish qilamdi. Aras Sho'chan, to'yni mu qildigan kutish bo'psizlar. Yana men nimaga ega bo'lib bering deysiz? Polik komandiri urushda qachon g'alaba qilsak shu chaqda sizni olaman deydi. Bu urush 9-10 yilga so'zilib ketsa, ikkimizmi 9-10 yil saqlandik. U rostmi shundaq dedimi? Tushundim. Qanday yordamim kerak? Men sizning menga bosh bo'lib polik komandirni meni baldiroq amirga elishga ko'ndirishni o'tinmoqchi edim. Polik komandirning yanada ayol kishi bo'lmasa bo'lmaydi. Shundaq bo'lganda uning holidan ochiq-oshkor xabar ola olayman. Haqningmi siz cho'chkiga qolmaymiz. Ma'qul. Men uning bilan so'zlashib baqay. Lolining yeshimi bir yak berib qoldi. Har tarafdan og'andimi to'y qilish o'lchimiga to'shidi. Lekin men uning shundaqmi deb qo'yganini yoki amalsizlikdan shundaq deganini bilmayapman. Sho'chan. Agar u qo'shilimiz qanday qilamiz? Qo'shilmaydigan odam nima deb meni quchoqlaydi? Ish qilib uning peshini tutqan. Uningdan boshqa hech kimni tegmayman. Nima? U rostini sizni quchoqladimi? Meni roziliqim bilan shundaq bo'lgan. Mavli yilning degan shahvatparastning qilgan ishini. Uning shundaq vaqti bo'ldi ekan, ha? Men uning bilan so'zlashib kelay. Loli! Bu yoqqa chiqing. Komissar, Sen chiqib tur. Polik komandir deydigan gapim bor. ma'qul. Rojo, nima ish oldi? Hey, Leylong. Ajab shahvatparast bo'lib ketibsiz, ha? Qanday? Shu chonni nima qildingiz? Bugun demaydigan bo'lsangiz, sizni bo'sh qo'yib etmayman. Tangri guvoh, men hech chiqmadim. Hech chiqmadingizmi? Undaq emas-ku. Haqni quchoq oldingizmi, quchoqlamadingizmi? Shundaq ish qilib bo'lgan, lekin boshqa ish qilmadim. Shuni o'zi yetmamdi. Haqni quchoqlab bo'lib, yana nima qilmoqchidingiz? Yana anglasam, tunji kuni kechda haqni quchoqlab, ikkinchi kuni hech ish bo'lmagandek uning qarab qo'ymoqsiz-ku. Haqning g'ururini o'ylab baqmadingizmi? Shu uchun qishimga ustingizdan arz qilib ketdi. To'y qilgangiz yo'q odam haqni quchoqlab nima qilyaptingiz? Shu uchun uning peshini tutqan deydi. O'zingiz qarab bir ish qilasiz. Kim sizni qiz bolaning uya bu yerda selisin debdi ekan? Ha? Nada undaq ish bor ekan? Bu qaytim rostila chatoq chiqargan bo'ldi. Rojo, men uni shunaqli bir quchoqlab qo'ygan. Rojo, menga yordam bersangiz bu ish yo'g'inab ketadi-mi? O'yinga vaqtingiz bo'lib qolgan. Haq sizni yaxshi ko'rdi ekan. Sharoitimiz siznikida yaxshi tursa, nimangizga nochilik qilyaptingiz? Siz ya shahzoda Bekzodi bo'lmasangiz, nayt kasb bir to'mpayg'i shu. Sho'changning qayeri sizga yarmaydi. Sizmi-chu? Oldimda to'liq husanlik qilmang. Sizni bilmay qolyaptimmi? Ko'rinishda qaytavog'ingiz bilan sizga mok yoqqanda aqchan. Shundaqmi? To'la chaqchaq qilmang. Men rostila undaq ish qilmadim. Undaq emas-ku. Yurtimdagi xamonliqda ma'shug'im bilan suyishganay, elchilar kelaverib, bo'sog'inimi tüptüz qilib atganay deb hamma yerda poyib yuribkansiz-ku. Ishi vargan chog'da poyib shunaq deb qo'ygan tursam. Yana poyitayotganda o'zingizni tepilmasdan qo'misi deb qolganmitingiz, yana poyitadigan bo'lsangiz, bu ishingiz bilan karim yo'q. Rojo, sizga rost gap qilay. Burun xushliqimiz tutganda birodarlarni xush qilaman deb shundaq deb qo'ygan. Bundoq murakkablashib ketirganligini nadim bilay.
Sizningcha shu chingning ishini qanday qilsak bo'lar? Bu ish nayt asan. To'y qilsiz. He, lojo, to'li chaqchaq qilmang. Polikchilarning hammasi bo'ytaq tursa, polik komandir turib alayda bo'lasan qanday bo'ladi? Uning ustiga hozir urush bo'lyapsa, birodarlar bilan hayot mamatda, japadimi halovatdan birga bo'lamiz deyishgan. Shu xotin oladigan ish bo'lsa, hammamiz tang olamiz. Raib bo'lsaqmi tang bo'lamiz. Men Liyulong hergiz alayda bo'lasan bo'lmaydi. Ha. Aslida mundaq o'ylab ekansiz-da. Polik komandiri turib, ingiz aran shunchilikmi? O'zingizni Liangshan azimatlari deb qaqaq o'xshamamsiz. Liangshan azimatlari bo'lgan taqdirdami xotinni birga oldiga ashnadi. Liu Jishin bilan o'sanglar to'y qilmagan. Yo'ldoshlar ara japa mushaqqatda rahat farog'ati birga bo'lishi kerak, lekin xotinni birga oldiga ish yo'q. Undaq bo'lsa qalayimqon bo'lib ketmamdi. 8-armiya jangchilari taqaroqchilar emas. Tashkiliy tuzumdami o'lchamga to'sib to'y qilsa bo'ladi deb belgilangan. Har qanday odamning ko'z qizargan bilanmi beka? Ha? Sizdan bir ishni so'rayman. Shu chingni yaxshi ko'ramsiz. Yaxshi ko'raman. Ish bitdi-ku. Men to'y egisi bo'lay. Birdamdan keyin oshxonniki lavvonga deb o'tganda o'lja og'an konservalarning hammasini yeselak bilan qo'rib qilsin. To'yni bugunlik qilib o'taylik. Ha? Lojo, bu Turmush ishida mening deganim hisob. ha? Lojo? Lojo! Bu qamishami? Finlandiyaning bu pichiqida saqal osim bo'ladigan o'xshamamdi. Bu sening turmush bo'ymingmi yoki qoralangmi? Hech bilmadim-ku. Polkovnik, bu mening o'qiralim. Uni qaysi turga ayirishni menmi bilamadim. O'qirali? Qiziq gap bo'ldi-da. Uning bilan toshqan olamsan? Shundaq, polkovnik janoblari. Dikkat! Efendiler, onun digini to'g'ri. Bu qatimqi harakat o o'lashga o'xshaydi. Bizning vazifamiz bir toshqonni o'ldirish. Alayda qism uchun aytganda, bu toshqon taktik darajalik nishon bo'lish salohiyatiga to'shmaydi. Shuning uchun biz bu qatimqi harakatni o'lash deb atadik. Qo'mondonimiz bu toshqonga qiziqib qolgan ekan. U toshqonni cho'qim tutib, ondan uning terisini shulib bilishimiz kerak. Polkovnik efendi, men hech tushunamadim. Bu o bekla kichikkan qo'mondon nemishqa yo'lbosga qiziqmay bu toshqonga qiziqib qolgandi. Chunki qo'mondon uni doim yo'lbosning ochiqini keltirdi deb qaraydi ekan. Yana so'raydiganlarim bormi? Yo'q. Amsa buyrug'imga quloq solinglar. Otlaninglar. Отылғай тола,
Şöyle, al güçlü ekip. Kalkıska. Olacağın konservalarını yeşillikle mi çıkıpsız? Ziyafete akşamında. Elbette. Müstakil birlikte bundaki iş 1000 yıldan bir kıtım bulmaydı cumhur. Kaysi iş? Haberiniz yok mu? Bugün polis komandandan kutluk gün cumhur. Kutluk günü? Orta bekle kılın. Göçte yer buldu bu. Maşinni to'xtatma. Yo'ldagi har qanday mahallada to'xtama.